Bugun biz Qarshini markazga kelganmiz. Qarshini markazida sotiladigan joyimiz bor. Juda ham zo'r lokatsiyada, ya'ni bu taraf Markan orqasi, bu taraf Yubileyniy Tabaka, bu tarafda Yevrobasseyn joylashgan joyi. Endi esa to'liqroq tushuntiraman. Xo'p, endi tushuntiradigan bo'lsak, asosiy eshigimizdan kirishimiz bilan prixoshka mebellarini qo'yadigan joy. Bu tarafda birinchi xonamiz, ikkinchi xonamiz joylashgan. Endi to'liqroq tushuntiramiz. Ko'rishingiz mumkin, Yevro remont qilingan, joylari juda ham zo'r lokatsiyasi. Bu yerga atablinalar o'rnatilgan, atablinalarni ko'rsatib o'tib ketay. Atablinalar o'rnatilgan, hamma xonasiga kelib, qishda ham bemalol yashaysiz. Bu yerda ikkinchi xonamiz, zal, ya'ni konditsioner bor, pardalar o'rnatilgan, televizorlar, hamma narsasi qoladigan qilib gaplashganmiz. Narxini oxirida aytaman. Yevro montajlar qilingan. Endi esa sanuzillari alohida. Bu yerda hojatxonamiz, bu yerda yuvinish xonamiz. Gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q. Bu yerda yana bitta xonamiz bor, ya'ni bu oshxona bo'lgan, oshxona jihozlarini balkonga chiqarganning hisobiga bu xonani ham bitta xona sifatida bemalol foydalansangiz bo'ladi. Balkonimiz ham 1,5 ga 6 lik balkon. Mana shu xonadonimiz sotuvda, kimga qiziq bo'lsa bemalol kelib ko'rib olishlari mumkin. Mana shu videoni tanishlarga jo'natib qo'yamiz va bizga like bosib ketishni unutmaymiz. Endi narxiga keladigan bo'lsak, narxini $36,000 deyishyapti. Yana kelishtirib beradigan joyi bor. Kelib ko'rib olishlari mumkin.